Kecha 2-may kunni bizning Oshbo'shi avulida bek zo'r yong'in bo'ldi. Bir oila, bu Ferzi opalar oilasi to'layim butun yurt qoraldi, qora yonib bitdi. Ko'rshilari Sharipovlar oilasining yurtuna zo'r ziyon keldi deyman. Mana men o'shiradim. Ferzi opay endi ol yolg'iz 2 bola tarbiyalab o'stirgan kishi. Şunun kadar tırış bulgan bizim avulda ol poçta taratam yong'ir demey, qor buran demeymi, şunun kadar tırışıp turmuş olup baraturan kishi endi bungusi kunda onun mana boshida narsa ekan bir bizda o'nglamay avul xalqida tire yo'qlardan da bek niq keldilar, Alloh rahmatlari olsun. Monday hal biri biz bilen de bulmay, bu benim bilen bulmaz degan garantiya yo'q. Şunun için benim 50 so'mdan 100 so'mdan bir narsa o'zgarmay deb o'ylamag'iz. Tomshidan ko'l jeyla. Agar de siz mana shusha anday kishining bir shu vaqtida yordam qilib so'zsag'iz, ol sizga mengi bilan aylanib qo'ytar edi, yo Robbi Xudoyim. Oldanoq bu oila ismidan degan o'zim ismidan da sizga bek zo'r rahmatlar aytam. Mana bu Sharipovlar oilasine de zo'r ziyon keldi degan so'z bilangina aytib durust bo'lmas, chunki ularning yurti dog'in o'ltirurlik halda ekan bilmayman. Aytam bit biri biz bilan da bunday hal bo'lmas deb shiklatib o'tatirgan tugul. Men o'zimning auditoriyamning nindi ulug' yurakli, nindi namusli, marhamatli, kishilikli ekanini bilaman. Ular endi mana shunday murojaatlarni oyoq ostidan solib toptamaylar. Borg'izga da cheksiz rahmatliman. Bunday o'sha hasratlarni, sinovlarni Alloh taolo bir kishiga bermasin. Bergan kishilarga ko'rkam sabrliklar. Bizdan jig'an o'xshalar bilangina uni hallik aybir solib bo'lmay narsa desagizda bor bir tigi bergan bilan bermagan bir tugul betin dolaymi. Shunga mana shu